Va'da siz ketasizmi? Ketolman, nima gap? Qarang, anaqa tishim lecheniya qildiryapti-ku, orqasiga bugun pulimni qo'yarkanlar. O'shanga yozilib qo'ydi. Menga qara, sochoying bor qoldimi o'zi sani? Bugun uyga kelsam, mana menga pul bering, bunga pul bering, uyda o'tiribman, mana bitim oryapti, bu bitim oryapti. Ana Zulu bor, Zuluga o'xshaysan, uyda o'tirib oling, pulimni so'rab o'tirasan. Bir hafta oldin ham sochim to'kilyapti deb doriga pul so'rading. Hech narsa bo'lgani yo'q. Sizdan so'ramasam kimdan so'rayman? Menga qara, uyni tozalab, idish-tovolarni yuvib, onamga qarab o'tirgan. Va'da siz ketyaptimi deysiz? Ha, ishga tortdim, ishlang. Lecheniya ozgina joy qoldi. O'shanga ozgina pul berishingiz kerak. Onasi kecha aytib degan esimda hammasi mashinani qizdirib tayyor bo'lib sizni kutib o'tiribman boydan beri. Adasi sizga ham rosa bosh og'riq bo'ldimi? O'shandan beri kasalman deb. Men bunaqa deysan onasi, sani men otganimda sen sog'lom bo'lgansan. Menga farzand tug'ib beraman deb qancha narsadan ayrilgansan. Soching to'kilgan, tishingdan oladi bola. Va rahmat adasi, tushungan odamsiz-da. Hozir keyin chiqib. Bo'l tez sol. O'rtoq, Alloh sizga rizq berayotganda farzandingizni, ayolingizni rizqini qo'shib sizga beradi. O'shani to'g'ri taqsimlash erkak kishining qo'lida bo'ladi. Bitta gulni chiroyiga uchdingizmi? Chiroyli olib yuring, aka. Tikkaniga ham chidang. Shu videoni tarqatib qo'yinglar. Uyda yaypayib o'tiribdi deydigan ba'zi bir odamlar bor ekan.